Pivot table nima uchun ishlatiladi? Pivot table bu pivotal jadval deb ataladi. Ingliz tilidan olingan so'z bu. Bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor tahlil qilish uchun, tartiblash uchun, guruhlash uchun va xulosaviy hisobot yaratish uchun juda ham ko'p ishlatiladigan tool hisoblanadi. Ya'ni uskuna hisoblanadi. Asosiy vazifalari ma'lumotlarni guruhlash. Misol uchun, bo'limlar bo'yicha savdolar summasini guruhlaydi. Ma'lumotlarni summalash, o'rtacha qiymatni topish, sanash, shunga o'xshagan funksiyalarni bajaradi. Undan tashqari, ma'lumotlarni filtrlash va tartiblashga ham juda ham katta hissasini qo'shadi. Ma'lumotlarni turli burchaklardan ko'rib chiqishga pivot, ya'ni burash, aylantirish degan ma'noni anglatadi. Juda ham ko'proq yordam beradi. Pivot qachon ishlatiladi? Katta jadvallardagi ma'lumotlarni tahlil qilish zarur bo'lganda, hisobotlarni tez tayyorlash, turli shartlar bo'yicha umumlashgan natijani chiqarishda juda ham ko'proq kerak bo'ladi. Bu yerda ozgina misol keltirilgan. Ushbu misolni bilish uchun videoning pastidagi izohlarni o'qib chiqsangiz, xuddi shu men aytgan gaplarning hammasi va misollar bilan keltirib o'tilgan. Xulosa, pivot table bu katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, umumlashtirish va hisobotlar ko'rinishida ko'rsatishga ishlatiladi. Hisobot ma'lumotlari tayyorlashda vaqtni tejaydi, murakkab formulalarsiz natija chiqarishga juda ham katta yordam beradi.